قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hammamizga ma'lum sura Yusufniki gulzorlig'ida sayli sayohatimizni davom qilmoqdamiz. Eng oxirida Yusuf alayhissalatu vassalam o'zining tavhidiy maydonini o'zining turmudoshlariga fursatni g'animat bilib, tavhidiy maydonini aniqlash, ularga e'lon qilish bilan so'z boshlagan edi. U bo'lsa-mu inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Men bo'lsam Allohga oxirat kuniga ishonmaydigan millatning, xalqning dinini tashlagan bir insonman. Men kofirlardan emasman. Men mu'min, muvahhid, Allohga ve ahiret günüge işindiğen bir insanman deyiş arkalık özünün tevhidini olağa ta'lim beriş bilen başlagan edi. Bugünkü dersimizde hem şunun devam kılmakta. Yusuf aleyhissalatu vesselam 38. ayetten başlayımız ki ayet şundaq deydi. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ la yashkurun. Men yani şundaqla mening atam İbrahimning diniga, Saq ve Yaqubning diniga ergashgan bir insonman. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Manga o Allohga hech bir narsani shirk keltirish asla loyiq bo'lmadiki. Men mening atam İbrahim, Saq ve Yaqubning diniga ergashganman degandan keyin uning dalil hujjatlarini bayon qilyapti-ki, uni shirk keltirishim asla loyiq bo'lmaydi. Uning dalillari mavjud deb bo'lib, "Zalika min fadlillahi aleyna ve alennas." Ana aşo atam İbrahim, İshaq, Yaqubning dinidan ibaret bo'lgan tevhid dini, bununla ergishib shirk dinidan voz kechishim, u bo'lgan bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning bizga bo'lgan bir fazl marhamatidan ibaretdir. Va alennas ve barliq insonlar. Yusuf alayhissalatu vassalam min fadlillahi aleyna degan kelgan chaqda dal o turmudoshlarini qo'shdi. Boshda o'zining tevhidini jakarlab, shirk bo'lgan inkarini, shirkdan bezor ekanligini e'lon qilgandan keyin tevhidning her bir insanın nasibi ekanligi, shirkning bo'lsa her bir insanın enidan qachish tegishli ekanligi, tevhid, iman, islom bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning barliq insonlarga fazli marhamati ekanligi. Bu marhamatning qandaqdir Yusufga yoki bo'lmasa ikki turmudoshiga emas, barliq insoniyatning nasibi ekanligi, insoniyatning buningda nasibi bor ekanligi, o'rtaq bir haq, huquq ekanligini uqtirdi. Min fadlillahi aleyna va alennas degan bu ayet. Hep bulab dedik ki bu doğru. Dedi ki tevhid Allah'ın fazileti, iman, İslam Allah subhanahu ve taola'nın insaniyetki bo'lgan büyük bir nimeti. Lekin insanların tolusu bunu şükür kılmaydı. Şükür kılmaydı dediğinin bu fazli merhametini, bu nimetini tanıyamaydı. Tanıyamaganlığı için Allah'ını Allah bilmeydi. Allah'ın layıkıda tanımaydı. Allah'ın layıkıda kadir kıymetini tanımaydı. Ve Allah'ın gazibi ve nefret tutuduğun şirkten ibaret bu nesliden yanmaydı bula. Ya sahibi sicni erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul qahhar. Qaranglar bu davet deganni. İkisi bir tushdan sordu. Bu yerda fırsatdan paylangan Yusuf aleyhissalatu vassalam yanalam tevhidden başlap, ularga nisbeten özünün en büyük mesuliyeti bo'lgan tevhid davetini birinci o'ringa qo'ymoqda. Bunun için büyük insan qadamni büyükten başlar. Büyük yollarga qadam basadi ve kichik insan çığır yollar bilen bo'ladi. Halbuki bizning nazarimizda ya bugungi kundagi insonlarning mantiqisiga bo'lgan chaqda turmada odam tushdan so'ragandan keyin tushdan javob berish kerak. Hozirgi bizning mantiqimizga asoslanganda bu odam ma'da tushda birini so'ravasi qo'pab Alloh taolaning birligi borligini so'zlab ketpardi ya. Bu ahmoqmi bu? Qur'onni tangandek, tevhidni boshqalarga o deganning yo'li emasmi? Soni singa yerga sepmay deydigan ahvol bo'lishi mumkin. Bu bizning payg'ambarlar tasavvuridan naqadar halqib chiqib ketganligimizning dalili edi. Ammo Yusuf alayhissalatu vassalamdan iborat Allohning payg'ambari dal o'zining buyuk mas'uliyatini ado qilmoqda. Ado qilib bo'lgandan keyin ularning kichik masalalarga
kelmekte. Bir peygamberge nisbeten tevhid ve şirk en büyük meseledir. Usuldur, yıldızdır. Başkalarının hemisi teferruattır. Onun için teferruattır emas, usuldan başlamak. Ve yani demek devam kılmaktır ki, ey minin işkidana turum sizni ya sahibe işin sizni turum meslekdişim, hemradişim. Erbabun muteferrikune okşaş bulmagan Rablar yaxşımı emillahul vahidul qahhar yoki yekigani tengdassiz bo'lgan, ening başlanışının iftidası yok, tügencisinin intihası bo'lmagan mushundaq mutlaq bir yekigani zat yaxşımı. O bo'lgan bo'lsa, qahhardir, barliq mavjudiyatni o'zi idora qilgan zatdir. Bu yaxşımı? Bular delil so'zlayapti. Zimnan isharatan shunday deydi-ki, sizlar kichikkinek bir o'zingning Rabb bo'lgan tarbiyachisi, seyidi, hojisi bo'lgan bir insonning roziligini alanmay, birsinglar saqitinglar sharobni yaxshi bermay turib kirib qolgan bo'lsanglar, yana birsinglar navitinglar nanni yaxshi qilmay turib sonlapu kallangni ketgidek darajada turgan bo'lsanglar, halbuki buning bir xizmatidan chiqqan qoidim arbabun ko'p degan Rabblarning xizmatidan qanday chiqsiz sizlar? Aqlingni ishlatinglar-chi. Uning uchun mening sizni chaqirayotgan tavhidim Alloh taolaning yekigani lillahil vahidil qahhar albatta yaxshidir. O'ylab baqsanglar-chi. Da'vatdir. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. İbadet qilmag'aysizlar, qulluq qilmag'aysizlar u Allohdan boshqaga. Yoki bo'lmasa emas, u Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan narsalarni hech qanday bir narsa emas. İlla asma'an, faqat bir ismlarki, o'zinglar atib oldinglar sizlar shu ismni. Sizlar va abaukum va sizlarning atib o'g'illaringlar. Ma anzalallahu biha min sultan. Halbuki u o'zinglar atib olgan ismga Alloh subhanahu va taolo hech qanday bir hujjatdan nozil qilmagan edi. Bu aql mantiqi bo'yicha da'vatidiki, sizlar o'zinglar Alloh deysizlar. Allohni qo'yib qulchilik qilayotgan narsanglar, uning ismlaridan tortib o'zinglar qo'yib olgan. Lat, Manat, Uzza, Ubayr va shunga o'xshash o'z davridagi o'zinglar maxsus o'zinglar ism qo'yib olgan bir narsa edi bu. Halbuki Xoliq taolo va taqaddas bo'lgan bo'lsa, hamma narsani o'zi yaratgan, ismlarini o'zi qildigan Alloh, men da'vatgan Alloh. Ammo sizlar da'vatgan Allohinglar-chi? Faqat uning ismini o'zi qo'yolmay, sizlar qo'yib olgan bir ismdan iborat bu. Halbuki uning Alloh taolo oldida hech bir hujjati yo'q. Sizlar va sizlarning oti bo'ldiring shunday qilgan narsa bu. Bu qandaq iloh bo'la oladi? Inil hukmu illa lillah. Eng oxir qaror Alloh subhanahu va taologa mansubdir. Ya'ni tavhid to'g'risidagi, hokimiyat, hukm to'g'risidagi, har narsa to'g'risidagi eng oxir qaror Alloh subhanahu va taologa mansubdir. Nima uchun inil hukmu illa lillah deganda eng oxir qaror Alloh subhanahu va taologa mansubdir deymiz? Deganda Yusuf alayhissalatu vassalam böyle tevhidden bas qilmoqda edi. Tevhidden iborat mutlaq hurlikdan va uning qarshisi bo'lgan mutlaq qulluq bo'lgan shirkdan bas qilmoqda edi. Mutlaq zulm, mutlaq adolatsizlik, mutlaq hurriyat qarshi qulluqning zanjiri bo'lgan shirkdan bas qilmoqda edi. Unda bo'lganligi uchun eng oxir qaror bu mavzuda Allohga mansubdir. Nimaga bo'lgan Alloh oxir qaror? Oyat shariflar amara alla ta'budu illa iyya. Bu Alloh eng oxir qaror shuki, mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo shuki qulchilik qilgaysizlar, qilmagaysizlar, faqat u Alloh qilam qulchilik qilgaysizlar. Zalika dinul qayyim. Mana bu eng mustahkam dindir. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi dedi. Demak, din belgilash, qulluq nima, tevhid nima, shirk nima, adil nima, adolat nima, haq nima, huquq nima, bularni belgilashdan iborat bo'lgan eng oxir qarorni Alloh subhanahu va taolo berdi da'vatida. Bu oyat hammamizga ma'lum, inil hukmu illa lillah degan oyat xavorijlar toifasidan iborat bo'lgan bir toifaning va uning radikal agashkichilarining bugungi kunda xato tushunib ve xato tushundirayotgan, shu orqali nurg'unlagan insonni dindan chiqarishga sabab bo'layotgan bir oyat bu. Halbuki Alloh subhanahu va taolo bu yerda eng oxir qaror qulchilik qilishdan iborat bo'lgan, din belgilashdan iborat bo'lgan oxir qaror Allohga mansub deganimiz, agar buni shundoq bo'lmagan taqdirda, shundoq demagan taqdirda, agar ularning aytganidek bo'lgan taqdirdami, zodi har narsani Alloh hukm qiladi, Allohning hukm dish orqali hokimiyat Allohga mansub, mayli o'ng, mayli kichik, qandaq bo'lmasin, mush dunyodagi insonlarning barliq faoliyatlariga Alloh hukm qiladi deganidek bo'lsa, uningdan boshqa o'z kofirlik degandek bo'lsa, umi bir hukm o. Ashning o'zim bir hukm. Halbuki insoniyat dunyosida va Qur'oni Karimning tili bilan boshqa oyatlarda
Fahkum beynehum bima enzelallah degelik Allah. Fahkum beynehum inna enzelna aleykel kitabe bil hakkı litahkuma beynen nas degelik. Yahkumu bihi zeva adlin minkum degelik. Feb'athu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha degelik. Mesela ayallah bilen erler kelişemegen çağda yaraştırıp koyuş maksadı. Bunu diyen mi Kur'an-ı Kerim? Ve insanların her günü o koptu, o ketti, ketmedi, bedi, beğmedi, aldı, anmadı, hata kıldı, doğru kıldı, yaxşı kıldı, yaman kıldı diyenler hemmisi bir hüküm var. Onun için bu ayetini layıklı düşünmegen takdirde öz vaktideki havaricilere okşaş, Hazreti Ali'ni kafir kıladığın dereceye elip bardığallığından ibaret xatarlik bir fikir tasavvur o'ttirg'i chiqadi. Unda o'g'anlik uchun biz bir ayet bilan emas, inil hukmu illa lillah deganimizda hukm, hakem, hakim, hakimiyet iboralarga mansub bo'lgan barliq oyatlarni bir yerga ekib turib, eningdan keyin tahlil va tahkim qilishimiz lozim bo'ladi. Ammo bu yerda oyatning hukmi shu va ishorat shu. Qəriniz şu ki, ən axırqı hüküm Allah'a mənsub. Nimə bolğan hüküm Allah'a mənsub? Tevhidni belgileş ki bolğan. Dinni belgileş ki bolğan hakimiyet, hüküm Allah'a mənsubdur degen məndə. Onda oğanlıq üçün məsələn Allah subhanahu ve taala öz ara yahkum bi ve adlun minkum dedi. Sizlərnin içinizdən iki adil insan, adalet egisi bolğan insan yoki bir insan hüküm qılsın dedi. Hər ayallah o'tirishga kelishilmaslik sabab to'g'risidan asallı talaq qilib oilani buzib etmasdan agar iki insan ko'ngilsiz chiqib qolsa er bilan ayol tarafidan bir hakem, er tarafidan bir hakem avatonlar bular hukm qilsin dedi. Va kayfa yuhakkimunak va shunga o'xshash oyatlar bosh degandek tahkum baynahum dedi. Ularning o'ttirisida haq bilan hukm qilgin dedi. Mana shunga o'xshash oyatlar ham Kur'an-ı Kerim'de zikr kılıngan boğallık için böyle mutlak bir şekilde her nesini Allah subhanahu ve taala hüküm kılıdı. Allah Taala'nın hükmüyle hüküm kılmaganlar kafir oldu diye şarkılık. Hazreti Ali'den ayrılıp çıkan havariciler okşaş bu ölüşünün ve bugün gündeki bir kısım tekfirçi havariciler okşaş bu ölüşünün hiç haceti yok. Bu bozumu ayetin doğru düşünemegenlik ve şundakla bir ayetini tutup ağa ayetlerinin hemmisini öz rolüden taşkırı heydep çıkarıp etkilikten ibarettir. Velakinne ekteran nasi la ya'lemun. Lekin insanların tolusu bunu bilmeydi. Ya sahibeyi sicni emma ahadukuma feyasqi rabbahu khamran ve emmel akharu feyuslabu fete'kulu tayru min ra'si hudiyel emrullezi fihi testeftiyan. Yani bir mulayizçilik yaptı. Ayet kilişten burun inil hukmu illa lillah doğrusunda. Çünkü bu kıssa Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın keçirmiştin ta akıllar tarafından turma taşlanğını, eningden keyin quduqqa taşlanğını, eningden keyin bazarga apırıp zincirge bağlap setilgini, eningden keyin sarayda hizmetçi olğını, qul olğını, eningden keyin u yerda töhmetlerge qilib qalğını ve o töhmetlerini Allah'a bo'lgan isyandan, Allah'a bo'lgan bir günah ma'siyat isyanni o'tkazib qilishdan zindonni yaxshi ko'rish orqali tanlaganligi, bu zindonda avlo bilan uchrashib tushtabirga duch kelish orqali mana mushu oyat zikr qilingan ya qadar kelganligi din keyin bu oyatning kelishi nima deganda har qanday bir ish Alloh subhanahu va taoloning hukmi bilan bo'ladi. Alloh taoloning mudaxalasiz hech ish bo'lmaydi. Uning uchun ey inson, sen barliq faoliyatlaringda, ish izlaringda, harakatlaringda, basqan qadamlaringda Allah'ın arlaştı. Allah bilen kıl, Allah için kıl, Allah yolunda kıl. Senin hiç kandak bir baskan kadımın, hiç kandak bir tınıkın nefsin, söz hareketin Allah subhanahu ve ta'ala'nın hükmeden, iradesinden taşkı emez. Bunu bil. Degen manada ham barışı mümkün. Ya sahibeyi sicni emma ahadukuma feyasqi rabbahu khamra. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın peygamberi 4 ayette 37, 38, 39 yani 40. ayet kadar 4 ayette ulanın özü bir tushtabirdan sorsa 4 ayet arkalık tevhid nime, şirk nime. Bunu düşündürüp olgandan keyin endan keyin ey qarindoshlarım, endi sizlarning tushtabiringlar kelaman deganim o elbette ki bir mu'min muvahhidlarga nisbatan, payg'ambarlarning varislariga nisbatan nimening muhim, nimening aham, nimening birinci, nimening töde bo'lishi, nimening payg'ambar bo'lishi kerakligini ta'lim tarbiya bergan oyatlardir. Mana bu 4 oyatda Yusuf alayhissalatu vassalam ularga tevhiddan iborat bo'lgan eng
insoniyatning, mavjudiyatning yaratilish g'oyasi va nishoni eng cho'qisi bo'lgan bu narsani bayon qilib bo'lgandan keyin andin ularning maqsadiga kelib dediki, ey turma qarindoshlarim, turmadagi hamrohlarim, ammo sizlarning biringlarki o'zining aroq siqib ko'ginni tushida ko'ginni ko'rgan u biringlarga kelsak, u yanalam o'zining saqiyligiga qaytadi ekan, siqidi ekan o'zining xo'jasiga xamri sharob siqib berdi ekan, o'zining xizmatiga qaytadi ekan. Va ammo haliq birisi kelsakki, u o'zining beshining ustidan non ko'targan, eningdan keyin u nonni qushlar yegan u masalaga kelsak, fayuslabu uning darga esildiganligi, ening go'shtlarini qush yeydiganligi min ra'sihi ening beshidan. Mana bundan iboratdir. Hudiyal amrullazi fihi tastaftiyan. Bu ishkimiz tastaftiyan degani. Bu ishkimiz fatvo so'ragan ish mana mishallam o'qib bo'ldi. Hudiyal amru hukm qilindi, tugashdi, ado qilindi bir ishki, u ish to'g'risida bu ishkimiz fatvo so'ragandingiz. Dal sizning tushuningizning ta'biri mushundan iborat dedi va yana davom qildi. Va qala lillazi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu zikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. Dal Yusuf alayhissalatu vassalam ularning tushiga ta'bir bergan ekan, oxirida anlashtirib dedi. Bir zotki bildi o zot jazman nijot topquchi. O ikki insondan. Eğer ikki turumdaşdan birisi nijot topgan. Fayasqi rabbahu khamra dedi emasmi? Siz yana o'zingizning xizmatga qaytgansiz. Degani demak shu pitida chiqdi. Bu yerda Qur'onda bir Qur'oniy ijoz va qolganini o'zimizning zihniyatida to'ldiramiz. Buni hammasini Qur'on so'zlamasdan, qolganini o'zimizning fikri tasavvurda to'liqlashni uqtiryapti. Demak, bu fatvodan keyin o ikkisining birisi chiqib ketdi, birisi daha esildi. Çıkıdan qarab dediki Yusuf Aleyhisselam, "Uzkurni inda rabbik." Ey bu turmudan nijatlıkka erişken saqi qarindishim, senin o xo'jayinining huzurida meni bir deb qo'ygan, mushunaq Yusuf deb birisi bor turmada deb mening bir zikr qilib yodiga yetkazib qo'ygan dedi. Faysa o shayton, ammo uni shayton unuttirib qo'ydi. Zikr robbihi, ana xo'jayinining yanada zikr qilishni shayton unuttirdi. Falabita fi sijni. Mana shu sababdan Yusuf alayhissalatu vassalam turmada bid'asinin bir qancha yil ortiq yetib qoldi dedi. Bu mavzuda nurg'un mufassirlarning tafsirlari mavjud. O shundaq deganda Yusuf alayhissalatu vassalamning qalbida Alloh chiqib ketgan o bu degan o'xshagan tafsirlar, ko'z qarashlar mavjud. Bu yerda Yusuf alayhissalatu vassalam Züleyxadan ashu Misr malikasidan iborat eng bir malika o kadar o'ylarning ichiga muhayyo qilib hazırlab oldiga mana men seninki endi kel desa Vədin qaçqay, eningdən keyin xo'jayiniga uchirg'ay, eningdən keyin meyli sening bu ishni qilgandan men zindonni tanlayman degay. Bu qadar Allohning asliga nurg'u yalada Allah deb to'g'ay. Bu kelgan chaqda Allohning payg'ambari Yusufning qalbidan Allohning chiqib ketishi bu haliqi g'ayri-normal peygamberlerine nispeten yakışmaydigan bir g'ayri-normal bir ahvol. Ammo bu yerda uningdan tashqari Yusuf alayhissalatu vassalamning shunda deganligi, degandan keyin Alloh uni şeytan onu unutturib qolganligi va bu mavzuda Yusuf alayhissalatu vassalamga nisbatan shu turmida bir qancha yilning ortiq yetadiganligi, Yusuf alayhissalomni Allohning tanlaydiganligi, yanlam tanlaydiganligidan iborat bir Allohning irodasining eng avval muqaddam ekanligini, har narsadan ilgari ekanligini uqtirmoqda deymiz. Allohu taolo a'lam. Yatdi demak. Va qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ajab. Demek Allah'ın iradesi delmiş ede. Muş vakitte, muş zamanda zuhur kılıdı. Bu vakitte padişah bir çıkıyor dedi. Dedi ki padişah, inni ara cezmen men küravatım men seb'a bakaratin simanin ya'kuluhunna seb'un icab. 6 uruk inek, 7 simiz ineknin üzünü yavatkalığını küravatım men. Şunda ve yana ve seb'a sumbulatin khudrin 7 yeşil başak gördüm ve ukhara yabisat ve yana 7 kuruk başak gördüm. Bu benim şu ya eyyuhal mela'u eftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya taburun. Ondaqda ey benim yüt aksakallarım atalmış çoğla yüt çoğları fatva beringlar bana fi ru'yaya mening mushtushim to'g'risidagi agar bo'lsangiz sizlar tushga ta'bir beradigan bo'lsangiz lir ru'ya ta'burun ta'bir beringlar dedi. Demak Alloh subhanahu va taoloning irodasi insonlarning irodasidan ustun va yuksak maqomda
ceryan ve devran kılmakta idi. Kalu adgâfu ahlamin ve ma nahnu bi te'vilil ahlami bi'amilin. O jütçonları onun yenidiki. Dedi ki adgâfu ahlam. Bu çüş birisi kirişip ketken, oğududun bop ketken bir çüş ko bu. Kalay mı bir çüş? Adgâf dığsının köplüğü. Kalay mı bir çüş? Ve ma nahnu bi te'vilil ahlami bi'alimin. Biz bu çüşün tevilini bildiğindek emez biz. Bilemedik bu çüş tevirini dediler. Şunda devatkanda ve kâlellezî necâ minhuma. Delmen Allah subhanehu ve teala'nın iradesi işkaçtı. Dedi helike, dedi bir insan ki nicat taptı, o işkelik turmadık insandın. Nicat tapkan birisi dedi. Vaddekere ba'du ummetin ve halbuki bir müddet ötkendiğin ki ene unebbi'ukum bi te'vilihi fe ersilun. Men haber birim men silage bu çüşünün tabirini bi te'vilihi fe ersilun perdikipe fayi takip. Ama ve lekin sile mini bir yag evet şanlı kirek. Men bu çüşke tabir birime diyet turup üzen birinmeyme. Lekin meni bir yerga avatishing kerak, ya'ni turmuga deydi de. Turmuga avatishing kerak. Turmada mana shunday bir yigit bo'lgan edi. U bo'lgan bo'lsa, bu tushga ta'bir beraylik, bizning tushlarimizga shunday ta'bir bergan edi. Meni shu yerga avatinglar, men sizlarning bu tushlaringizga podshoning tushiga ta'bir beraman dedi. Eliq tutib qolgan. Derken podsho, o tushni ko'rgan podsho albattaki jutjonlarini yig'ib ataytin tushni ta'bir berish uchun tushni so'zlagan bu podsho, Malik albattaki bu adamni evetti. Evet kendikin bunu turmağa keldi dedi. Kelgendikin dedi ki Yusuf eyyuhas siddiqu aftina fi sab'i bakaratin simanin yakuluhunna seb'un icafun ve seb'u sumbulatin hudrin ve ukhara yabisatin lealli erci'u ilen nasi leallehum ya'lemun. Yusuf, ey samimi insan. Aftina bizga bir fatva beremsen? Bizga bir fatva bergine bir qancha yil, bir qancha muddat turmada yotgan qarindishini qaranglar odamdan chaqirishiga. Nim deb chaqirdi? Ey Yusuf, eyyuhas siddiq, ey rasul inson, samimi inson. Demak, Yusuf alayhissalatu vassalam baş turmudimi? O'zining iymon e'tiqodi tavhidiy bir tarbiyasi bilan insonlarni tarbiyalagan. Bir insonda iymondan iborat buyuk imkon bo'lsa va o imkonning usti qurilgan adab axloq bo'lsa, insonlarga qanday manfaat beradiganligini, insonlarga qanday ta'sir beradiganligini puturayotdi. Shunga har bir inson o'zining kimligini, o'zining qanday ekanligini atrofidagi yaxshi insonlarning bahsidan bilsa bo'ladi. Tabiiyki dushman emas. Bir insonni dushmanidan sorsa, boshqacha do'stdan sorsa, boshqa ta'rif qiladi-ku. Normalda ma insonlar yaxshi insonlar deb insanlar tarafidan yaxshiligi bilingan insonlar yana bir insonga nisbatan qanday bir fatva, qanday bir o'lcham bergan bo'lsa, shu o'lcham bilan bo'ladi. Demak, ma insonga Yusuf alayhisolatu vasallamning go'zal ta'siri chiqqanligi uchun go'zal bir so'z ibora bilan boshladiki, "Ey Yusuf, ey samimiy inson, bizga sen fatva bergan bo'lsan, 7 kala to'g'risida, semiz kala to'g'risidaki, 7 inek to'g'risidaki, semiz inek, o inek 7 o'riq inekni yeydi. Buni nima deysa? Va yana 7 yeshil bashaq ve yana 7 tal 7 qurib ketgan bashaq. Bulardan bir fatva bergin. Lealli erci'u ilen nasi leallahum ya'lemun. Umidki men qaytqayman bu fatvasının orqali fatvasını elib insonlarga qaytqayman. Leallahum ya'lemun. Mening umidim bu vaqtda ular sening kimligini bilgay. Bilib shu orqali sen mishadin chiqib qolsang ajab emas, ey samimiy inson deb so'z boshladi. Demak, Yusuf alayhisolatu vasallamning samimiy siddiq bir inson ekanligiga ishongan va Yusuf alayhisolatu vasallamni shuni ishontiralik darajada iymon ustiga qurilgan adab axloq muomala bilan onu şu halga keltirgen edi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf alayhissalatu vesselam bunun tabirini berishga boshlab dedi ki, sizlar 7 yil da'aban odatdagidek, o'zini qandaylik dehqonlarning odati bo'yicha qanday bo'lgan bo'lsa, odatdagidek 7 yil ziroat qilinglar. Fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi. Bu jarayonda sizlar o'g'an narsangni, u yani buğdayonlu demekçi. Meyli qo'naq olsun, meyli buğday olsun. Fama hasattum. Anda bir narsa ki oğdanı sizlar degeni, oğan narsani fadaruhu fi sumbulihi. Onun başaklarda terk etinglar. Soqab enin samınını başka, xamınını başka, şeyhini başka, qo'naq g'uslarini başka qilmay, fakat oğan narsani o'raplam qo'yinglar, başaklarda saqlanglar. İlla qalilan mimma ta'kulun. Fakat eningdan sizlar yeydigan narsadan bo'lgan ozg'inisi buningdan mustasno. Sizlar o'zingizga yetkidek bir ozg'inisini elib mesela buğdaylarını, dallarını ayırıp elip, qolganlarini o'zini şeyh olan, başaklar olan qo'yinglar.
Thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Andan keyin sizlarga ashundan keyin 7 yil qattiqchilik keladi. Yeysiz sizlar qattiqchilik keldi. Yegaylar shu insonlar. Sab'un shidadun ya'kulna degani. Andan keyin keldi. Ashundan keyin 7 yil qattiqchilik keldiki, u qattiq yil ularni yeydi. Ya'kulna. Ash qattiq yil, açarchilik yil olganligi uchun ularni yeyishga urinadi. Ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Andan keyin kelgay ashundan keyin bir 7 yil qattiqchilik, açarchilik yil kelgay, yegaylar ular shu ep qolgan narsani, bashaqt qo'ygan narsani. Anda bir narsaniki muqaddam qildingiz sizlar ular o 7 yil uchun. Yani demek başta sizlar azgın narsani ep qilib, qolganlarning hammasini şahlarda, gazanlarda ve şundakla buğdayninki başaklarda koyan degan emasmi? Şu sizlar taqdim qilgan narsani sizlar o yil deysizlar. İlla qalilan mimma tuhsinun. Faqat azg'inisi sizlar saqlab qoldingiz sizlar. O saqlab qolgan narsaningdan iborat azg'inisi sizlar, yani şu sizlik açarchilik bo'lgan kelgan 7 yilda uni yeysizlar. Bu 7 semiz kalının 7 urug' kalni yegindan iborat narsa. Andan keyin keladi sizlarga. Ağaçdan keyin bir yil keladi. Yani açarchilik yili o'tgandan keyin yana bir yil keladiki, o yilda yug'atun nas. İnsanlar mo'lchilikqa ega bo'ladi o kuni, o yilda. Va fihi yasirun. O yilda ular o'zlarining mevalarini, har narsalarini siqib, suyini chiqaradi va shundaqla g'usul oladi. Mana bu shundaq bir yillar keladi dedi. Yug'atun nas degani bayashatlik to'ladi degan gap. G'asa yag'isudan g'aysan chiqqan bo'lsa, bu bayashatlik to'ladi degan bo'ldi. G'asa yag'usu g'avsan degan masdardan chiqqan bo'lsa, yani mol yağmur yağıdı. Yağmur yaqqandan keyin yağmur orqali yer ziminlar ko'klaydi. Bu yani bir mollikqa ega bo'ladi. Bu chaqda enandan keyin ular ayliqi saqlab qolgan bashaq narsani yeydigan ahvollar bo'ladi dedi. Demak bu tushning tabirini shunday berdi. Enandan keyin u qutulgan odam tabiiyki buni podshoga elib berib, Yusuf alayhissalatu vassalamning bergan tabirini podshoga yetkizdi. Va qalal maliku utuni bihi. Dedi podsho uni anglab bo'lgandan keyin ituni bihi. Uni yanıma keltiringlar dedi. Yani bu tushimga ta'bir bergan insonni meni yanıma keltiringlar dedi podsho. Anglichilik o zindonda o kadar yatgan Yusuf alayhissalatu vassalam ekanligini, eliq tüpeylidan nurg'un voqealar tüpeylidan sulinib qolgan bu yosh ekanligini bilmaydi ekanda, uqtmagan ekan. Falamma ja'ahu ar-rasulu, vaqtidagi keldi Yusuf alayhissalatu vassalamga elchi keldi. Yusuf alayhissalatu vassalam bunday dedi: "Irji, qaytqin ila robbika, sening xo'jayiningning qishiga. Fas'alhu ma balun nisvatillati qatta'na aydiyahun." So'rg'in o xo'jayiningga, nimadir bir ayollarning baliki xabariki qatta'na aydiyahunna, ular o'zlarining qo'llarini kesgan edi. Inna robbi bikaydihinna azim. Halbuki mening Robbim bo'lgan bo'lsa, ularning hilm-fikrlarini mutlaq bilib to'g'ri zot edi dedi. Demak Yusuf alayhissalatu vassalamga elchi keldi. Sizni podsho chaqiryotdi degandan keyin podshoning oldiga udinli bormasdan bu fursatni Yusuf alayhissalatu vassalam g'animat bildida, boshda o'zining nima uchun zindonga chiqib qolgan voqealigini o malikka, o xo'jayin podshoga asiltish va shu orqali o'zim burilib chiqib ketish uchun Yusuf alayhissalatu vassalam yana o'zining zakiyligini, aql iqtidorini ishlatdi-da. Men bormayman, sen avval o'zing bor, podshoga muhina bir ahvol bo'pti-ken burun bir yasha balodan ayollar to'g'risida. Yana alaqa Imaratul Azizul Misr demida yana aqlli qolganligi uchun. Ayollar deb ko'plik ayollarni shep keltirdi. Shunga shuni bir so'rgan, bularning xabari nima ekan dedi. Demakchi bo'lganda podshoga buni eslatish orqali chiqmoqchi bo'ldi. Qala ma khatabukunna idravattunna Yusufa an nafsi. Derken bu adam, o elçi yana podshoning qishig'iga keldi, Malikning qishig'iga bu ahvolni yetkizdi. Yetkizgandan keyin Malik dedi ki: "Ma khatabukunna idravattunna Yusufa an nafsi." Nimadir sizlarning bir ahvolinglar bir vaqtdiki talab qilib sizlar Yusufni ening moddiy va ma'naviy ahvolini ega bo'lish, uning bilan bir yerda bo'lishni talab qilib shuning bir xabarini menga deb bersanlarchi deb podsho bu ayollarni yig'ib bularning hammasidan so'rdi. Demak podsho xotlarning hammasini yig'ib o'z vaqtidagi Yusuf to'g'risida bu ahvollarni qanday qildi so'rdi dedi. Zot vaqti nima shu olgan menga deb bersanlarchi? Ma xatabukunna, sizlarning xitobingiz nima? Sizlarning bu ahvoldagi ma'lumotingiz nima deb bersanlarchi menga dedi. Qulna hasha lillah
ma alimna alayhi min su'in. O ayallarning hammasi birdekla. Allah pakdir. Biz Allah subhanahu va taoloning pakligiga ishonamiz. Voy Allah, ma alimna alayhi min su. Ona nisbatan biz hech qanday bir yomonlikdan, nacharlikdan, yerginishlik ishdan birini sezmadik. Bu güzel bir ahlaklı insan edi o deyişti. Derken qalet imra'atul aziz ana hasal haqqu ana ravattuhu an nafsi ve innehu laminas sadiqin. Bu vaqtda o ayallarning ichidan Aziz Misrning Melik bo'lgan ayoli qopdiki, shundoq dedi. Al-an mana endi hasal haq haqiqat ayan va shayan o'ttirib chiqdi. Ana ravattuhu an nafsihi ve innehu laminas sadiqin. Men edimki, uning nafsidan talab qilgani. Va halbuki jazman o samimiy sodiq insonlardan edi. O o'zining Rabbigimi sodiq edi. Ey podshoh, sizga ham sodiq edi. Nima qilsangiz qiling. Mening ahvolim mushu. Men buni yushirolmayman. Ahvol mushagicha, ammo rostini demasam bo'lmaydi. Mana bugun haqiqat oshkor bo'ldi. U emas talab qilgan mentim. U gunohkor emas, gunohkor mentim dedi. Demak, bu yerda Allah subhanahu va taolo haqni oshkor qildi. Ani u malikimi qanday qilolmasin, vijdoni rahat bo'lsin uchun albattaki bir aşık məşuqunun zindanda ekanligini o'ylaganida yoki zindonda ekanligini uqqanida uning vijdoni bir xil azoblanatdi. Bu azoblangan vijdonni dal mishada qanoatlantirdi rostinde. Enadan keyin Yusuf alayhisolatu vasallam azod bo'ldi. Yusuf alayhisolatu vasallam o'zining saroyiga qaytib keldi. Kelgandan keyin Yusuf alayhisolatu vasallam tüyendikindi dedi. Zalike ana aşu liya'lama anni lam akhunhu bil gayb. Bilgey ve bilingey ma'lum bo'lgay, shu ma'lum bo'lgay ki jazman men xiyonet qilmadim men o xo'jayinimga yo'q chaqda. Va shundaqla shuni bilgey ki jazman Allah xiyonet qilg'uchilarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Xoinlarning hiyla mekirini Allah to'g'ri yo'l orqali bir taraf qilmaydiganligini bilsin uchun mana bu ayan ve shayan ma'lum bo'lsin uchun men bunday qildim deb Yusuf aleyhissalatu vesselam ondan kopap bulağa şunday dedi. Ve şundakla Yusuf aleyhissalatu vesselam men bu kadar neslerini deyiş arkalık bunu hakikatine oturup çıkırış arkalık çıkırmen dep şunu turmadan keçi göre çıkıp elçiler bağın bolsun kendigentim dep bunu mu ketip koydu dedi. Ve ma ubarri'u nefsi innen nefse la ammaratun bis-su'i illa ma rahime rabbi inne rabbi gafurur rahim. Ve yani Yusuf aleyhissalatu vesselam sözlerini davamlaştırıp şunda dedi. Ve ma ubarri'u nefsi. Menin özemnin nefsini parklayamayman. Özemni aklayamayman. İnnen nefse la ammaratun bis-su'i illa ma rahime rabbi. Elbette hakikaten insanın yüzü yaki nefsi elbette yamanlıklarga alamettir. Yamanlıklarga daim yamanlıkını halap durduğan, yamanlıkı burup durduğan. Mana şundak bir nesi bu? İlla ma rahime rabbi. Fakat menin Rabbim rahime kılgan nesi bunun mustasnadır. İnne rabbi le gafurur rahim. Hakikaten menin perverdigarım mutlak mağfiret kılıcıdır, mutlak mihribandır dedi. Ve ma ubarri'u nefsi innen nefse le ammaratun bis-su degan bu ayetten tefsiri doğrusu mu? Bunu Yusuf aleyhissalatu vesselam degan emas, Züleyha degan o'xshash bo'lmagan tafsirlar mavjud. Mencha Yusuf aleyhissalatu vesselamning deganligi rost. Chunki Yusuf aleyhissalatu vesselam deyatdi boshda oyatdan. Nima uchun bu yerda Yusuf aleyhissalatu vesselam bunda demedi deb mufassirlar bunu shundoq tafsir qildi deganda illat shu. Chunki Yusuf aleyhissalatu vesselamdan iborat bo'lgan bir zotga men o'zimning nafsini aqlayolmayman degan narsani desak, biroz xatolik bo'lamdiki, uning sha'niga yiqishmamdiki deydigan bir xil ko'z qarashda aymangan. Lekin unda qilishga nima yo'q. Bir insan baştımı ve hemmet bihi ve hemme biha levla burhan Rabbi dedi ya. Züleyha Mısır'ın melikisi onu kast kıldı ve Yusuf aleyhissalatu vesselam onu kast kıldı. Eğer özünün Rabbinin hüccetini köymeydiğen bolsa elbette o iş mevcut oladı dedi. Hem bir adamı men özümün nefsini aqlayamayman degini peygamberge mensup bo'lgan bir tavazu, edep, ahlak kemterlik bilen davatıdır. O kadar sınavdan ötken bir peygamberinin tavazuluk bir ahlakını Allah subhanahu wa ta'ala bize beyan kılvatıdır. Ve şunun bilen birge daim onun Allah bilen ikelligini, ma rahime Rabbi, Allah için ikelligini, Allahsız hiç kandak bir nefes ammağanlığını uqtırvatıdır. Bugün günde eğer bir insan bugün gündeki Müslümanlarda hazır halimizde, mana şundak bir sınavdan duch kelgan sınavdan ötkey,
Çimpiyon boğay. Enondan keyin onu Facebook'larda, gez jurnallarda tarqatmagaymy? Va men degan manda sınaqda o'tgan odamjimi? Men degan manda ishildan o'tib ketgan odamjimi? Ameli işte azmay, enondan keyin o'jbi qilib, faxrlanib uningdan keyin, enondan keyin azdiganga. Bugungi ahvolimizga kelsak. Ammo bu yerda Yusuf alayhisolatu vasallam ana shundaq bir sınaqdan o'tgan bo'lsa-mu, o sınaqdan o'tishning Yusuf alayhisolatu vasallamning iptidan emas. Yusuf alayhisolatu mutlaq enidan emas. Yusuf alayhisolatu vasallamning quvvatidan emas. Buningga faqat Alloh mudaxala qilganligi, Allohning rahmati ekanligi, Ra'a burhan Rabbi Allah subhanahu wa ta'alaning uningga ko'rsatgan hujjatlari tufaylidan bo'lganligi, Alloh bilan bo'lgan zich aloqasining to'limi kuchli ekanligidan derak berdiganligini Yusuf alayhisolatu vasallamdan iborat Allohning payg'ambari deyatdi. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi o'z vaqtida Sura Baqara degandek, İbrahim va Ismoil alayhisolatu vasallamning yer sharining qiblasi bo'lgan Ka'batullahni yasagan chaqda, ey Rabbim mendan qabul qilasanmi? Robbana taqabbal minna innaka antas semiul alim. Ey Rabbim, sening Beytullohning yasadim men o'g'lim bilan. Sen buni qabul qilasanmi dedi. Ya men barliq insoniyatning qiblasi bo'lgan bir eng ulug' o'yin yasadim men. Bu nimati? Demedi. Payg'ambarlik tavazu bir axloqi edi. Shuning bilan birga Maryam alayhissalatu vassalam o'zining qo'sig'idagi buvoqni Maryam ani nazar qilgan chaqdimi? Fataqabbal minni degan edi. Ey Rabbim, mendan qabul qilasanmi degan edi. O'z vaqtida Sulaymon alayhissalatu vassalamning oldiga Bilqisning poytaxtini ko'zni yumib ochqicha kelib bo'lgan chaqning o'zida Sulaymon alayhissalatu vassalamning og'zidan chiqqan narsam shu edi. Hada min fadli robbi liyabluwani ashkuru amma. Bu mendan emas, faqat mening Robbimning fazlidandir. Mening Robbimning fazli menga mushunchalar quvvatni berdi. Bir davlatning poytaxtini ko'zimni yumib ochqicha oldimga kelib to'xtata oladigan shu pitida mushunaq bir quvvatni berishlik sabab mening ustunligimdan emas, mening aql idrokimdan emas, mening taxtikamdan emas, mening Robbimning fazilatidan edi. Alloh taolo meni liyabluwani bu orqali sinadi. Ashkuru am makfur. Men buning shukrisini qila olamdiman yoki buning tuzkurlik qilamdiman deb mushuna Alloh taolo sinaq uchun berdi dedi. Mana bu yerdimi Yusuf alayhissalatu vasallamning bir payg'ambarlikka mansub bo'lgan, payg'ambarlikka yaxshidigan, payg'ambarlikka muvofiq bo'lgan bir tavazu axloqi, kamtarligi buni uqtirdi. Yana deymanki, bugungi kunda agar bizning ishimizdan chiqqan bir inson illa man rahima rabbuk, sening Robbing rahim qilganlar buningdan mustasno, mushunchalik sinoqdan o'tgan bo'lsa, daqidin baqlarni chilib, yozmagan, demagan, appamagan, yalar qolmay chap to'lmagan, atlar qolmay, hammasiga deydigan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu payg'ambarlarning payg'ambarlik emas bo'lgan tavazu ma'rifatini, tavazu ta'limotini biz uchun uqtirmoqda. Uning uchun oyatning Yusuf alayhissalatu vasallamning og'zidan chiqqanligi kuchlikdir. Va yana dedi mana: "Va qalal maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi." Derken podsha bu Yusuf alayhissalatu vasallamni men keltiringlar. Men uni xolis mening nafsim uchun bir xizmatchi qilaman. Falamma kallamahu. O vaqtdagi gap qildi u malik, u Yusuf alayhissalatu vasallamga bundaq dedi: "Innakel yawma ladayna makinun amin." Cezmen sen bugünden başlap bizden huzurumuzda makam verilgüçi. Emindir sen, hatırcan bol dedi. Demek sana eminlik verdim. Bugünden başlap sen temkin bir şekilde üzerinin ornu da müşahede emin hatırcan tutsan boludu dep aşında dedi. Ve şundakla estaklisuhu li nefsi dedi ya, men seni alaydı hizmetçilerimden kalaman dedi. Degen çağda "Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim." Yusuf alayhissalatu vasallam onun cevaben dedi ki, "Qılın meni ondaqda mush ziminning xazinasiga mas'ul qiling." Ya'ni biz turayotgan khazainil ardiki al-ard ahd xoriji. Mush biz turayotgan ziminning xazinasiga meni ega qiling. Inni hafizun alim, jazman men ma'lumotga ega bir muhofazat qilin buni. Hafizdurman, muhofazat qilg'ichidurman, bilgichidurman bu ishning o'ddisidan chiqishga kuchim yetganligi ma'lumotim bor dedi. Bu oyatdan har qanday bir insonning o'zida bor iqtidorini ayamasdan, riyo qilmasdan, oshirib etmasdan, kemlatmasdan xizmatni qilaman deb o'z ustiga olsa mas'uliyatni bo'ldiganligi chiqib turdi mana. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan oyatning mazmuni ham shuna ishoratdir. Sening Robbingning sana bergan ne'matni so'zlasang bo'ladi degan oyat. Sura Zuhar. Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajra al-muhsinin. Mana shuningdek deydi Alloh subhanahu va taolo imkoniyat berdik biz Yusufga elektrovatgan yerda. Yatabawwa'u minha haythu yasha u panalangay. Şu ziminden
haythu yasha. Bir joydanki xohlaydi. Xohlagancha u turayotgan yerda tasarruf qiladi emas, xohlagancha yetabavva bir narsa hozirlig'ay. Shu yerdagi insonlarning manfaati uchun, shu yerdagi davlatda yashayotgan jamiyat xalqning manfaati uchun xohlagan iqtidori bilan bir narsa yashash fursatini biz yusib qanday qildik? Ba'du nusibu bi rahmatina man nasha. Biz mana bizning rahmatimizni xohlagan kishilarimizga mana shunday beramiz. Va la nudi'u ajral muhsinin. Va biz Yusufdan iborat, Yusufga o'xshash muhsinlarning ajrini qat'iy zoya qilmaymiz. Va la ajrul axirah mush dunyodami. Va albatta jazman oxiratning ajri iymon etganlarga nisbatan va iymonining taqozzosiga loyiq saqlagan, iymonini taqvodorlikning ustiga qo'ygan, taqvodorlikdan iborat mas'uliyatini iymonning ustiga qo'ygan mana shunday insonlarning ajri ahiretdə tulumu yaxşıdır, xeyirlikdir, dedi Allah subhanahu ve taala. Mana bu ayetdə ezqirnashlar Yusuf aleyhissalatu vesselamның melikinin alahida adam bo'lganligi, adamı bo'lganligi, adamı bo'libla qolmasdan hozir bugungi til bilan bir davlatning iqtisodiy ministri bo'lganligi, ya'ni iqtisodiy ministri bo'lganligini Allah subhanahu ve taala uqtiryapti. Yusuf aleyhissalatu vesselam nereden nereye geldi? Yusuf aleyhissalatu vesselam birinci kuduk, ölüm, kuduk, enindeyken kulluk, enindeyken zindan, enindeyken çıkış, enindeyken bir devletki maliye ministri oluş. Bu demek ki asan. Bir kaç kelime cümleler bilen ifade edilişimiz mümkün. Ama ameliyette bir kaç yıllarını baştan ötkezgen. Bir insanın ölüm kudukuğa taşlanışıdan başlap bir devletning maliye ministrigicha bo'lgan arliqdagi tarixiy jaryon va hodisa voqealar albatta ki oson keladigan, oson yetib boradigan bir masofa emas. Albatta buning uchun bedel lozim. Demak, bir inson o'z yolg'iz nima qila oladi? U insonning qo'lidan nima ish keladi deganga javob. Shundaqla bir insonda haqiqiy iymon bo'lsa, u iymonning ustiga qurilgan taqvolik bo'lsa, taqvolik mas'uliyatdan iborat bu tuyg'u iymonning ustiga qurilgan bo'lsa, hech bir burun qanmasdan, azar yemasdan, ya bo'lmasa urushmasdan, tillashmasdan, xapolashmasdan bir insonning bir davlatga egula olishi, yuraklarni fatih qila olishi, davlat va so'latlarni, jamiyatlarning qalbini qanoatlantira olishi mana bu shunday bir boshliqlikka egula olishidan iborat bir imoniy, axloqiy tarbiyani Allah subhanahu va taolo sizlar bilan bizga bermoqda. Allah subhanahu va taolo hammamizni mana bu shunday bir iqtidorga, imoniy axloqqa, go'zal bir ma'naviy tarbiya va axloqqa ega qilg'ay. Allah subhanahu va taolo shu orqali birinchidan o'zimizning qalbini, oilamizning qalbini fatih qila oladigan, jamiyatimiz, xalqimiz, millatimizning ichki dunyosini fatih qila oladigan, shu orqali davlatimizning ministerlik xizmatlari, mudirlik xizmatlari, muallimlik xizmatlari, qo'mondonlik xizmatlari va askarlik xizmatlarini ijro keltira oladigan amin, hafiz insonlardan bo'lishga Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.